Hammaga salom, mening ismim Zenix va mening bugungi videomga xush kelibsiz. Men bugungi videomda serverga qanday qilib mod va karta qo'shishni o'rgataman. O'tgan videoda men server ochishni o'rgatgandim. Bu videoda esa o'sha aytganimdek mod va karta qo'shishni o'rgataman. Xullas, Aternos deb qidiraveramiz va men o'rgatganimdek hammasini qilib keting. Agar sizlarga video yoqsa, kanalga obuna bo'lib, like bosing. Videoni oxirigacha ko'ring. Xullas, gapim qolmadi. O'tgan qismda versiya tanlash yaxshi ko'rinmagandi, lekin hozir mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, aniq va ravon ko'rib turibsiz. Xullas, mana shu yerdan files degan bo'limni tanlaymiz. Bu mod qo'shish uchun kerak va mana bu packsni bosamiz. Uni bosgandan so'ng upload degan joy turadi, o'shani bosamiz. Undan so'ng esa files degan yozuv chiqadi, o'shani ustiga bosamiz. Va mana bu fayllarni bosamiz va sizga ko'rinmaydi, chunki xavfsizlik birinchi o'rinda turadi, shuning uchun sizlarga ko'rinmaydi. Xullas, bitta mod topasiz va xohlagan modingizni ustiga bosasiz va sirazi o'zi chiqib upload, ya'ni eksport qilishni boshlaydi, yuklashni boshlaydi. Xullas, ko'pchilik mod qo'yishni bilmaydi, karta qo'yishni bilmaydi va mana mening videomdan so'ng bilib olasiz. Xo'p, endi esa serverga qaytasiz. Keyin mod qo'shilgandan so'ng Worlds bosasiz. Ya'ni bu map, ya'ni karta qo'shish uchun kerak bo'ladi. Uploadni bosamiz. Bunda ham shunday. Va zip archive bosamiz. Bosgandan so'ng fayllar va bitta kartani tanlaysiz. Men OneBlockni tanladim. Ustiga bosdim, sirazi o'zi ustanovka qilishni boshlaydi. Xullas, ozgina kutishdan so'ng serverga qaytasiz va uni onlayn qilasiz. Xullasda onlayn qilganingizdan so'ng mazza qilib o'ynashingiz mumkin do'stlaringiz bilan. Server ochishni bilmasangiz o'tgan videolarimni ko'rishingiz mumkin. Albatta o'rgatganman chunki unda. Videoyim shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Shu joygacha ko'rganlarga addush rahmat. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.